Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Hover kompaniyasini H300 modelini qisqacha ma'lumot beramiz. Qanaqa yig'ib, qanaqa ishlatish haqida. Pilsosimiz korobkadan shu holatda chiqadi. Buni zborka qilish, yig'ish juda ham oson. Ruchkasi juda ham qulay ushlashga yengil hisoblanadi. Tepa tomondan tushirib qotiriladi va jiva yumshoq mebellar uchun aylanadigan nasatka nabori chiqadi komplektida shotkasi. Buni yon tomoniga kiydirib qo'yamiz. Burchaklar, mягкий mebel, romlar, o'g'irlar uchun shotkali, parda jalyuzilar uchun alohida yana nasatka nabori komplektida chiqadi. Buni ham pilsosni o'ziga kiydirib qo'yamiz. Pilsosimizni shunora 7,5 metr bo'ladi. 15 metr radius distansiyani bemalol tozalab beradi. Pilsos bo'lgandan keyin shu holatda o'rab qo'yiladi. Shunorani yig'ib qo'ydingiz, endi ishlatmoqchisiz. Ishlatish uchun mamon plastmassani past tomonga shunday burib, shunni chiqarib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Pilsosimizga ikkita motor qo'yilgan bo'ladi. Birinchi motor shotkani ichida turadi, ikkinchi motor pilsosning ichida turadi. Pilsosimizda ikkita skoros bor, birinchi, ikkinchi skoros va o'chirib yoqish. Pilsosimizni oyoq yordamida korpusini yotqizib olib, bemalol pol, tarket, gilamlarda ishlatsa bo'ladi. Gilamni vibratsiya berib qoqib, tegidagi changi bilan ko'tarib beradi pilsos. Pilsosimizni o'ngga chapga bemalol korpusiga o'tadi. Agarda gilamingiz juda qalin bo'ladigan bo'lsa, mana buni ochsangiz, pilsos ancha yengillashadi yurishi. Shotka svobodniy aylanadi, gilamingizni yaxshiroq tozalaydi. Agarda gilamingiz yupqa bo'ladigan bo'lsa, bu narsani yopib qo'yasiz pol, tarketga ishlatayotganda. Ruchnoy pilsos qilib bemalol ishlatsa bo'ladi. Buni qanaqa qilamiz? Past tomondan chiqarib oldik va mana bu yerdagi knopkani bosib, ruchkasini chiqaramiz. Shlankani oq joyi past tomonga to'g'ri keladi. Shlankamiz qotgandan keyin jivarlarga aylanadigan turba shotkasi bo'ladi. Bemalol taqib ishlatsak bo'ladi. Shlankasi bemalol cho'ziladi. Pilsosimizda yumshoq mebel jivarlar uchun nasatka nabori chiqadi alohida. Bu nasatkamizni ishlatib bo'lgandan keyin juda ham oson tarzda ochib yopish qilib qo'yilgan. Ochishga olib tushib, bunda tortib, mana buni tepa tomondan ochib, bemalol sochlarni, iplarni tozalasa bo'ladi va joyiga shuni xotirib qo'yiladi. Shuni opirib yana 100-150 kvadrat metringizni bemalol tozalasangiz bo'ladi. Shu knopka yordamida stakanni chiqarib olamiz. Stakan udarga chidamli, protiudarniy hisoblanadi. Uncha-munchaga sinmaydi va havo chang qo'yib yubormaydi o'zidan. Stakanimizni tozalashga juda oson. Mana bu knopkani bosib, ochib, usuri bo'shatib, yana yopib qo'yaveramiz. Va tepa tomondan stakanni bemalol ochib, ichini ham yuvsak bo'ladi. Nasatkamizni ochib yopish o'zi blokirovka qilib qo'ygan. Ochuv holatga keltirganimizdan keyin bu yoq tomonidan sekin tortib chiqaramiz. Remen turibdi bu yoq tomonda. Juda ham ehtiyot bo'lamiz. Qattiq harakat qilmasdan, uzib yubormasdan buni chiqarib olib, bemalol shotkani olib, bu shotkani bemalol sochlardan, qillardan tozalab, yana joyiga qo'ysa bo'ladi. Oddiy pilsoslarga nisbatan 2-3 barobar baland tortadi pilsosimiz. Asma, allergiya, changdan qiynaladigan odamlar uchun pilsosimizda 97% gacha umuman chang qo'yib yubormaydi. Bunda ikkita filtr turadi, ikkalovi ham yuviladigan. Birinchi filtr stakanimizda tepasida turadi. Buni stakanni chap tomonga burab olinadi va yuviladigan filtr turadi komplektida. Yana bitta eng glavniy filtrdan bittasi uyingizga chang chiqarmaydigan past tomonida filtr turadi. Gepoallergenli. Buni 1 oy muddatda yuvib, quritib joyiga qo'yiladi, quruq holatda faqat. Pilsosimizga rasmiy 2 yil garantiya beriladi, ikkita motorga garantiya beriladi va shotkani aylantiradigan remeniga garantiya beriladi. Qolgan aksessuarga o'tib ketadi. Bu kompaniya tomonidan kompaniya o'z bo'yniga oladi, ya'ni yetkazib berishi zapchasi, qolgan zapchasilar pulli bo'ladi.